Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr kuni kangligi osmon bilan zaminda keldigan jannat uchun otlaninglar dedi. Umayr ibn Humam radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, kangligi osmon bilan zaminda keldigan jannatmi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ha" dedi. Umayr radhiyallohu anhu pah deb ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Pah deb ketding-ku" degaydi. Umayr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, Alloh bilan qasamki, men faqat shu jannat ahlidan bo'lishni umid qilib shundoq dedim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sen haqiqatan jannat ahlidan" dedi. Umayr radhiyallohu anhu o'qtindan bir qancha tal xurmani chiqarib yeyishga boshladi. Ondan: "Men bu xurmalarni yeb bo'lguncha yassam, bakli uzun hayot bo'lib ketgudak" dedi-da, xurmalarni tashlab etib, mushriklar bilan urush qilib shahid qilindi. Shaddad ibn Had radhiyallohu anhu mundaq deydi. Arabiylardan bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'i kelib, uningga iymon keltirdi. Ondan uningga izchil ergashdi. Keyin u: "Sen bilan hijrat qilaman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni sahobalardan biriga topshirdi. Xaybar g'azoti kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nurg'un o'lja g'animat oldi va uni mujohidlarga taqsim qilib berdi. Iliqi odamgimi bir kishilik ayirib, taqsim bo'lgan narsalarni uning hamrohlariga berdi. Chunki u ularning uloqlarini boqatdi. U qaytib kelganda ular uning hassini berdi. U: "Bu nima?" deb so'ragaydi. Hamrohlari: "Bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'animatdan sana ayirib bergan hassang" deb javob berdi. Shuning bilan u odam o'ziga taqsim qilingan narsalarni ilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldi va "Bu nima?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu men sana g'animatdan bilib bergan hassang" dedi. U: "Men sana buning uchun ergashmadim. Balki faqat bu yerimga, ya'ni gilimga o'q tegib o'lish uchun, shu orqali jannatga kirishim uchun ergashdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Agar sen Allohga sodiq bo'lsang, Alloh sana sodiq bo'ldi, ya'ni seni maqsadingga yetkazdi" dedi. Sahobalar bir oz turgandan keyin dushmanga qarshi jangga kirib ketdi. Yiliqi odam qahramonlarcha jang qildi va ko'rsatgan yeriga, ya'ni giliga o'q tegib shahid bo'ldi. Sahobalar uni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga ilib kelgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu hiliqi odammi?" deb so'ragaydi. Ular: "Ha" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "U Allohga sodiq bo'lganligi uchun Alloh uningga sodiq bo'pti, ya'ni uni maqsadiga yetkazibdi" dedi. Ondan uni o'z to'ni, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning to'ni bilan kepanlandi va oldiga qo'yib namozini tushirdi. U namozida: "Ey Alloh, bu quling sening yo'lingda hijrat qilib chiqib shahid bo'ldi. Men buningga guvoh bo'laman" dedi. Alloh sana rahim qilsin ey do'stim. Qarag'an, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning shahid bo'lganligiga guvoh bo'ldi. Chunki u faqat jannatni orzu qilgan edi. Agar uning niyati to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga boshqa yo'l ko'rsatgan bo'lardi. Imom Ibn Daqiq ayt mundaq deydi: "Agar mujohid Allohning savobini va mangulik jannatdagi ne'matlarni tilab urush qilsa, u Alloh yo'lidagi mujohid hisoblanadi." Sahobalarning ish izlari buningga dalolat qildi. Islom shariati jannat uchun bo'lgan solih amallarni to'g'ri deb qaraydi. Chunki Alloh taolo kishilarni yaxshi amallarga qiziqtirish uchun jannatning sifati va solih amal qiluvchilarga tayyorlangan mukofotlarni bayon qilgan. Agar bu to'g'ri bo'lmasa, Alloh taolo nima uchun bandalarni
jannatga yetkazadigan amallarga va uning savobiga qiziqtirdi. Yuqorqi 3 xil niyat maqsadga yetishga, ya'ni mangulik diyorga erishishga yetarlikdir. Lekin 3-chi turning martabasi oldingi 2 turga qaraganda sal tuvanroq.